Yashnobod tumani Olmos mahallasidan o'zingizga chiroyli uy qidirib o'tyapmidingiz? Sizni qo'lingizga shunday kalitlarni tutqizadigan, ortiqcha o'zgartirish kiritmaydigan, eng muhimi shaharning eng toza havo joylaridan bo'lgan xonadonimizni hozir sizga obzor qilib beramiz. Xonadonimiz 3 sotuv, 125 kvadratga xonadonlarimiz chiroyli bo'lib tushgan. Hovlisi kattagina, xohlasangiz 2-3 ta mashina qo'yib qo'yishingiz yoki detskiy plashatka qilib foydalanishingiz mumkin. Farzandlaringiz ko'chaga chiqmasdan mashg'ulingizda maza qilib o'ynab yugurib yurishga juda chiroyli sharoit qilingan ekan. Bizning o'zbekchilikda xonadoningizga mehmon kelganda to'g'ri eshikdan olib kelishni yaxshi ko'rishadi. Bu yerda shunaqa sharoit juda chiroyli o'ylangan ekan. Hovlimizga kirib o'rish to'g'ri yo'ldan kirib kelganingizdan keyin bu yerda bizning studiya formatidagi zalimiz kutib oladi. Zalimiz keng, chiroyli, yorug' qilingan, ranglar yaxshi tanlangan. Bu yerdan oshxonaga o'tib ketamiz. Studiya zalimizdan oshxonaga o'tib ketamiz. Oshxonamiz ham juda chiroyli, keng, to'rtburchak, xohlagan mebelingiz, kuxniy mebelingiz chiroyli bo'lib joylashadi. Bu yerda hovliga yana obzor bor, oynalari katta qilib joylashtirilgan. Farzandlaringizni tomosha qilib o'ynayotganini ko'rib tursangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizani kichkina detskiyimiz kutib oladi. Shapqolda, bu ham bejirimgina qilingan ekan. Yorug' tushib turibdi hamma uyga. Yorug'liklar ham yaxshi o'ylangan, svetli tushib turibdi. Hech qayerda bo'g'ilgan, qisilgan joylar yo'q. Hop, kaldorarimizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita odam yonma-yon kelsa tiqilib qolgan kaldorimiz hammasi keng chiroyli qilingan. Bu yerdan endi o'ng qo'limizdan kattalar yotoqxonasiga kirib kelamiz. Yotoqxonamiz ham chiroyli, dam oladigan ranglar bilan qilingan. Bu yerda orqada havo aylanib turish uchun to'rtburchak joy qoldirilgan ekan. Ancha kattagina. Hop, kengisi общий sanuzel bu yerda joylashgan. Va to'g'rida yana bitta yotoqxonamiz. Bu ham juda chiroyli bo'lar ekan. Nimaga? Chunki yorug'lik to'g'ridan to'g'ri tushar ekan. Mana bu yerdan orqa qo'limizga chiqadigan qotlar qilingan. Havo aylanib turishi juda yaxshi o'ylangan. Ya'ni zaxirga ham kelayotgani yo'q. Hech qanaqa xonada issiq juda yaxshi qilingan. Uylarimizda tegi 100% hammasi cho'pli pul qilingan, hamma sharoitlari mavjud. Boshida aytib o'tganimdek, qo'lingizga shunday kalit tutqizamiz, ortiqcha ish qilishingiz kerak yo'q. Endi hamma o'zini xohishiga qarab yana nimadir qo'shsa bo'ladi. Eng muhimi, hovlisi keng, yuragingiz siqilmasdan mazza qilib yashayman deb uy qidirib yurgan bo'lsangiz, sizga zo'r variant. Ham tinch mahalla, ham havosi tozaligi shunday bilinib sezilib turibdi. Agar sizga uyimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qiling, 24 ga 7 aloqadamiz.